Salom do'stlar, men Aftercav. Bu yerda ism bo'lishi kerak edi. Salom, mening ismim Aftercav. Bo'lmag'ur ism desangiz, mana shunday ism beradi. Bugun biz Minecraft o'ynaymiz va albatta kerak bo'ladi. Temirimiz juda ham kam, temir kerak. Kichik uychamiz hozircha, lekin biz kelajakda bu yerdan kattakon qasr quramiz. Buning uchun ko'proq daraxt yig'ib kelishimiz kerak. Bizga bunday daraxt emas, palma daraxti kerak. Tosh ham kerak, tosh. Bu yerga qo'limiz yetmas ekan. Endi ana yerda ham qishloq bor ekan. Borsakmikan yo bormaymiz. Kerak bo'ladi hozircha taxta. Oddiy Minecraft desangiz, lekin men hozir 2-sinf, 9 yoshli. Shuning uchun men oddiy Minecraftga tushunaman, boshqachalariga tushunmayman. Va hozir men alfa emas, bedrock o'ynayapman. Java ham bo'laveradi. Hozir biz qasrning pastki qismini qurayapmiz. Agar siz ham oddiy Minecraft o'ynagan bo'lsangiz, mana unday playlistga qo'ya olmasangiz, bunday qiling, mana kirib, bunisiga kirib, mana bu 3-sini yoqib qo'ying, ana shunda bo'ladi. Xayr, mana shu yerda videomiz tugaydi. Bu eng birinchi videom. Men boshqa video chiqarmaganman, faqat mana shu mening videom, shu oxirgi gapim.